أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه 50. hadis yine Ayşe radıyallahu ta'ala anhadan rivayet kılınudu. Şunda depki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaqçu dedi deydimdi. Şimdi bizden de Riyazu Salihin degan kitaplarni o'qiyapmiz. O'qib Kitabul Mansurat vel Mulah degan bir babga kelgandik. Men oldingi darsimizda 49 dona hadisni o'qib o'tdik. Har xil mazmundagi. Hozir endi 50. hadisga keldik. 50. hadisda Ayşe radıyallahu ta'ala anha şunda dedi ki rivayet kılındı ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaqçu degan deydi. Nima degan desen el humma min peyhi cehenneme fe'briduha bil ma'i degan. Mana qizitma yani bezgak kesel devzahniki nemisindir o yalqınlardandır. Yani devzahdan çıkan o yani yalqınjap çıkan ot var. Şu taraftan nima qilgandir, kelgandir. Unda o haldekin sizlar bu bezgak kasalligi o'zini suv bilan nima qilinglar, sovutinglar deb Payg'ambar alayhisolatu vassalam mushtaq nima qilgandi degandi, tibobat to'g'riliq deydi. Endi humma degan nima? Humma degan yani bezgak deymiz-ku, yani issiq uyutgan nima, yani malariya. Malariya kasal deydi xalqaroning nimasi bo'yicha. Mana bu qizitma kasal deymiz. Mana bu kasalniki o'zi qandoq yerda bo'ladi bo'lsa, issiq belvog'da bo'ladi. Issiq, qurg'oq, suv oz. Mana mushu rayonniki o'zida bu odamlarga yiliqi suv yetishmay, havo bak qizib ketgandan keyin o'chan o'zida ma badandagi suv ozlab ketib, bu Allah Taala o'lcham qilib bergan badanning issiq sovuqligini saqlab turadigan bir xil miqdor o'lcham bor. Bu o'lchamdan az soniki nemisi issiqyaniki o'zida havoning issig'i bilan suv talab chiqayotgandan keyin mana bu e'tibordan bu yerdagi badanniki o'ziniki chunki badanning hammasi harakat qilib turdi. Ya'ni harakatdan iborat bo'lgan. Mana bu e'tibordan uniki suvniki o'zini uni sovutadigan ish bo'lgandan keyin mana bu e'tibordan u yer bezgak kasalchi chiqadi. Bu kasalning hammasi mana bundaqchi emas. Bu bezgak kasalning o'zi bu jiq nimasi bor, malariyaniki unda turchi bor. Endi shu kasalniki ba'zi mana bu suvni chechish bilan shundaq ubdan bo'lgan ishga, chunki o suv yetmaslikdan havoni qizishi bilan bo'lgandan keyin şuna Peygamber maiyetisinki üzerinde su bilan nima qilinglar qizib ketgan akasanning o'zi suvni chilab, suv yuziga mana suv sepib, mushtaq qilish orqali buni davolanglar degan yedisi shu. Endi bu yerda do'zax payhi degan nima? Paha yapiyu pay degan shu o'tning yolqinjab chiqqan, shu o'tningki o'zini payhi deydi. Ya'ni do'zaxniki yolqinjab chiqqan o'tidan dur dedim. Amaliyat shundaqmi? Belki şundaqdı. Yani çünkü her bir nesneki cezmen bir ak görünüşü buludu. Yani bu itibarıyla şu Peygamber'den başta diyen bu işi mümkün. Ya olmaydı. Bu yerde bezgak keselniki üzü yani malariyaniki üzü. Şu devzahniki yalqınjap çıkıp durulgan utuq oxşaydı. Yani kızık adam şunda kızık bölünüdü. Oxşaydı diyen gap. Bölüngəndəki sil bunu soğutuşunu gerek. Yani bedenniki hayat saqlaş üçün normal bir nemisi var. Onun üçün bu qızıqını yoxutub etişini gerek. Bunun bilan nima qilinglar? Suvni chechibki mushtaq qilinglar deb mushtaq nima qildi dedi. Endi bu gapning o'zi umumiy emas. Bu gapniki o'zi, mana bu gapniki o'zi nima emas, umumiy emaski, shundaq rayonlarda istiqbal va qurg'oq. Men aşu rayonlarning o'zida mana bezgak kasalligidan iborat bo'lgan, ya'ni malariyadan iborat bo'lgan, men mushu kasallarniki o'zi u yerda jiq bo'ladi. Ham shu malariya kasalligi mana suvni aşu ishlatish orqali mana pasaytirgan o turi bor. Men mushaga nima qilgan, uni qaralgan. Mushaga shu qaratgan. Unda bo'lgandan malariya kasalligi hammasi mushtaq qilib debdikan, deb unda qilishga ham chu bo'lmaydi. Ya'ni xos bu labzi bo'lgan bilan bu yer qaralgan
deymiz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ninki gepi nima o ras. Yani bunu apırıp men malariyaya baş kesilip qalğan vaqtda meni sonu işletdik. Men deydigan adam bar emasmi? Bunda nima? Qalbi kesel yoki nima? Meni saqaymaydi, men darib pishib otmamdi. Uni saqaymay otmamdi deydigan işte adam bar. Buning uchun bu Peygamber sallam har bir yolg'on gap qilmaydi. Shunga Peygamber sallamniki ma gepigan degan gepiniki ma'nosini tushirib, men nagi qaratdi, qanday ekan o'qishimiz kerak. Bu tarjima bir gap. Tercüme kılalayız Arapçada zaten her kanda bir adam onun için tercüme kılalayız bilsinler. Ama bununki resmi fikir şekilde bunu düşünüş bir meselenin üzücü şu. Şunun için eğer aşağıda düşünüp medeniyet kavaktan üzerinde bu cihaz zıtlık mı çok çıkmayı demdi. 51. hadis. Yine Ayşe radıyallahu ta'ala'da rivayet kılındı. Bu kişininki üzü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet çok kılındı. Dedi Peygamber sallallahu bir adamiki ölgen bolsa o adam valuki bu adamın yüzüden geldiğinde rozununki kazası çok kaptı. Roz kaptamdi. Yani perz rozun yüzü tutamaptken tutamay bu adam ölüp gitiptemdi. Ya kesalıp kaptı ya sefer kıptıken. Sefer kırıp aşında kesalıp sakayğandaki ya sefer malum müddet o adamın yüzü kaza kıldıgan bir vakt çıkıptı. Şundak adetninki üzerinde bu adam kandak kıptamdi, ölüp gitipti. Bu gap nima için kıstırımız? Çünkü başka hadisinki sebebiden bir adam müşundak roz tutkan bolsa, o rozuninki yüzünü tutamıgan bolsa, mana bu Ramazanda mesela roz tutamaptı. Hem de roz tutamagandaki derhal o adamninki yüzü derhal kazası kılış gerek. Hem de Ramazanın yüzüde ağırıp kalgamız, sefer kalgamız o adam roz perz emez. Vacipçi emez. Tutsun eme o yaxşı. Yani tutması benim ruhsat. Onda o andiken şu vaktdeki yüzüden bu adam roz tutamaptı. Yani roz çıkıp ölüp gitipti uçağın yüzüden. Yani demek ruhsat alette perz olmayan alet ölüp gitti diyen gap buludu. Hem de bu yerde biz bu yerde yani rozu tutuşdaki yüzü ne vakt batırılğın. Yani Ramazan'daki sakıyıptı ya ülküptü. Yani şu kaç gün tutamağım şu günde ya onu diyecek az. Yani bu adamdaki yüzü hayat yaşaptı. Benim muşu vaktin üzerinde öldü deyimiz. Çünkü Ramazan'daki kazası kılışı Ramazan'da bulmaydı. Hem o adam ağırıp kaldı. Onda o kazası kılığan bir vakt gerek. Vakt kalan Ramazan'dan keyin, bayramdan keyin anladaki şu küller oldu. Benim şu küllerin üzerinde hesapladığım gap. Şu vakt üzerinde andakin o kazası kılmagan gapnik rozun üzü şu canı üzerinde o adam geldi keldi. Geldi uçağın geldi adakımız olmaydı mene. Muşu vaktmışda ölüp ketken bolsa rozu tutudu. Mene şu adamdaki velisi nem kılıdı uçağın üzerinden rozucu tutudu. Eğer bunu iradıksa. Bu ben nem katay bunu men rozu tututay disime uçağın üzücü boludu. Eğer bu adamın yüzü rozu tutmayım ben, rozu tutmayım onun ornuğa her bir küllükке aşma pidi vervatay desem başka edis aynemik asasen bunda kısmı çoğu boludu deyimiz deydemdi. Hem de İmam Nevevi rahmetullahi aleyh deydi muhtar rozu tutuşuniki durs ikkenligidir anda bir kişiden ki ülüp gitti o kişi valı ki o kişiye men rozu tutuşuva yani roz bah yani kazaklı vaqt batırılğın qamaptı. Men muşundak kişiniki yüzüge mena rozu tutuşuniki yüzü velisiniki yaxşı muş edisini gətirin. Onun görə men pidi vermən degəndə görə mesela rozu tutqan nemi deyimiz onu yaxşı deymeyiz deydi. Hem de velisi dedi Peygamber men o adamın yakın tuqqan idi ya atısı yoki inisi yoki ayali degan gap ya iri degan gap. Unda onu bir yer Murat nemo deydi. Murat veli bilan bu yerdik bo'lgan Murat yakın bir tuqqandır. Yani o adam yakın bir tuqqan bolsa boludu. Men nevr tuqqan bolsa, çevir tuqqan bolam, bir de tuqqan bolsa, men varis olsun, o tuqqan yoki g'ayr varis olsun. Men varis tuqqanlarning o'zi nima? Qur'oni Karimda degandek, aş atısı, balısı, yani ayoli men varis tuqqan boludu. Ama undan boshqasi nima? O asabiyat tuqqan. Yani nimisi tağaçıları, tağakilleri deganidek. Uçan nevr tuqqanları deganidek bu taassubiyat asbiyat cihetinde kelgan tuqqan. Meni uni g'ayri olsa eğer şu tuqqanlı olsa degan gapimni. Ashda qalab qalsa men roz tutata desa bu yaxshi deb İmam Nevevi buni tercih qiladi ekan. Ellik ikkinchi hadis. Evf ibn Malik Tufayl
radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılındı. Şunda depki Şunda dep gezmen Ayşe radıyallahu ta'ala anha hadis bayan kılındı. Ayşemge bir adam depti bir miçi adamla. Şunda depki gezmen Abdullah ibn Zübeyir radıyallahu ta'ala anhuma dedi bey'ide yoki ata ki bir narsa satqan, ilm setim qilgan, ya bir narsa hadiya qilib bergan masaladiki, bergan edi buni Ayşem. Ayşem shu yilki o'ziniki navra, nima? O'ziniki jiyani bo'lgan. Chunki Abdullah ibn Zubayr raziyallohu ta'ala Zubayr ibn Avvam. Mana Zubayr ibn Avvamniki nemisi on bu aya nemisi o'g'li. Zubayr ibn Avvamniki ayol kim? Asma. Asmaniki Ayşemniki nemisi oludu? Aziz oludu. Aziz olganiki buniki o'g'li nima? Abdullah. Unda olganikin bunun karta Ayşe raziyallohu ta'ala bir ticaret meselesinde yoki bir hadiya qilgan meselesi o'zida bu Abdullah ibn Zubayr bir gapni deptikan. Mushtaq narsa beramdi menga, undaq mundaq degandek, hadiya qilamdi degandek, mundaq qilib setibdi deb. Shuning bilan berganda Ayşem bergan haqida mushtaq gap qildi. Gap qilgandan Ayşem dediki, vallahi la shu chog'da nima debdi, ana ma gap debdi Abdullah ibn Zubayr. Qasam Allohga jazman yanıdı Ayşem. Mesela hediye qilganda ya satqa ishni yanıdı. Yoki men jazman bu Ayşeni ben to'siman. Men ne qilman? Qattiq to'smasam bo'lmaydi bu. Nima uchun undaq berdi ekan? Nima uchun bir odam meni ya boshqa odam bergan o'xshaydi? Mushta beradigan bu narsani deb mushtachu debdi. Ya yanish qilgan savdo yoki hadiyasini o'zi yenib oladi. Yoki bo'lmaydi. Men uni jazman bir amal qattiq to'syapman deb. Endi bu Abdullah ibn Zubayr uçadı şu Mekke'nin o'zi vali, yani xalifa bo'lgan vaqt bo'lishi mumkin. Shu vaqtning o'zida shu o'ziniki ammachisiga, yani Payg'ambar ayoliga buyruq qilib, o'zini cho'ng tutibmişlar degan chiqandi. Shuning bilan Ayşem debdi ochcha kelib. Avva qala haza debdi. Onga o demay Ayşe bunu so'rabdi aldirmay turib. Aya o Abdullah dedimi mush gapni, rast dedimi ya demidimi deb baqanlar bu rasmi? Degandikin o dedi ki, "Voy ras, so'mishdak ham dedisin haqqalarda" degandikin, dedi Ayşem. "Ve lillahi alayya nazarun alla akalla alla ukallima ibn Zubayr abadan" debdi. Mana u şan, endi wadin zimir şan yanıdı. Allah üçündür. Asıl lillahi alayya desi bo'lgan gap. Allah üçündür meniki gadilmigan. Meniki men qilishimga vacip Allah'ınki üçün nazir çok kerek. Allah üçündür benim üstümge nazir kılman. Yani Allah halis ben nazir kıldım. Ne mi gel? Şunu gap kılmayım ben İbn Zübeyir'e mengu. Ben İbn Zübeyir katdi men gap kılmayım ben de hazır Allah rızalığı için Allah'ın kasam kırıp benim muştaqçı kıldım. Katdi gap kılmayım ben de kasam kıldım. Kasam kuvvetli menen bunu kasam kuvvetli agapni anlap şundan mena qutquzishni talab qildi İbn Zubayr şu Ayşem'den. Yani İbn Zubayr magapni degandiki Ayşe magap degan İbn Zubayr qo'pib boshqa odamni orig'i salib voy bu yani ol bir zamandaki uzrab ketdi Ayşemniki İbn Zubayr terk etishi, yani hijrat qilishi. Yani Ayşe'nin İbn Zübeyir terk edip gap qilmay mushbatim uzrab ketgandikin shuna İbn Zübeyir raziyallohu ta'ala anhu menim bu Ayşe'ni ikkimizni o'tirib aplashtirib qo'ysanlar deb boshqa odamga yolverib, yani shapat qutqizib mushtaqchu nima qildi? Qilgandikin yine Ayşem dedi. "Yo'q, men gap qilma qasam Allohga men bu Abdullah ibn Zubayrniki haqida mengu shafaatni qabul qilmayman" dedi. Kirmanglar men orama gap qilmayman. Oyni men hergiz buzmayman meniki nazirimga. Meniki men qan nazarining o'zini hergiz buzmayman. Qattiq qilmayman, shu qasam turman deb turibdi. Yana ma'qul deb u bir vaqt ketdi. Undan keyin uzrdi bu ishdaydi İbn Zubayrga. Yana uzrab ketdi deydi bir mezgil deydi. Shuning bilan uzrgandan keyin gap qildi bu Abdullah ibn Zubayr, Misvar ibn Mahrama, Abdurrahman ibn Asvad ibn Yag'us degan ikki sahabiga Abdullah ibn Zubayr ya sahabımın, Misvar ibn Mahrama sahabe, Abdurrahman ibn Asvad, bu belki sahabe bo'lishi mumkin. Mana bu ikkisiga bu Abdullah ibn Zubayr gap qildi. Voy, yeni bir
deb baqsanglar, mening ammachamga voy uxma qilibdigan apdashtirib qo'yinglar, undaq qilmasin deb. Degandikin amaqul deb shundan bo'ldi va dedi Abdullah Zubayr bu ikki odamga talab qilaman, siz ikkalingdan Allohningki haqqi bilan. Allohning haqqi vallahi degan gap endi. Talab qilamanki, ol vaqtda kirsangizlar, lamma adxalni fi Aisha. Meni ol vaqtdaki sizlar har gün ep kirmanglar meni Aishani qishgan. Deb mushu talab qildi. Şuna çünkü Ayşem, meni halal olmaydı Ayşemge şuki nazir qilgay, meninki nimamni qat'iyatimni. Yani mendin üzüş, man gap qilmayman degan gapning o'zi nazir qilishning o'zi bu Ayşemge halal emas. Anda o andikin men sizdan meni shu Ayşani qishga rasmiy ep kirib mushtaq qilsanglar, bu qat'iy bo'lmaydi debdi. Degandikin shuni bilan oldini qildi. Aldığını kıldı. Bu Abdullah Zübeyir ve Misver Abdurrahman ibn Abdurrahman aldığını kıldı Ayşe'nin kaşkım anımızda. Hatta ki bana ruhsat sordu. Bu ikisi Ayşe'mden. Ayşe'nin ruhsat sorup dedi ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu en edhulu depti. Vay Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu aya kirsek bulamdı depti. En edhulu. İki adam varsa iki adam deyiş gerek. Arapçada mı en edhulani. En edhulu. Ahadun yani biz ikimiz deyiş gerek. Onda ama cemi keltirip de isim demeyle. İsim demeyle şundan vay biz kirsek bolamdı o cenaplarını kaşığa degendikin dedi Ayşe. Udhulu depti. Kiringlar depti. Degendikin dediler onlar kulluna depti. Hemimiz mi depti. Degendikin dedi Ayşe ha kiringlar ammanlar depti. Ayşe bilmegen şeyi belgan çağdı. Ve bilmeydi şuradaki cezmen şu ikisi bilen İbn Zübeyir vardı. Ayşe bunun için bilmeydi. O vaxtda kirvediler onlar. Bu Abdullah ibn bu yıllık Misr'in Mehreme Abdurrahman ibn Esved diye adamlar bana Ayşe'nin kaşı kirvedip Zübeyir mi kirdi? Kirdi Zübeyir hicapkan. Üyü kirip de Karancan önüne hicap bir perde tozsuqlaya varken onun Esselamu Aleyküm de üç kirgendikin hicapның kaşığa kirip boğandikin onu dikin andikin hicapkan. Yani Ayşe bak tarafken bu ya kirdi. Yani kirip şunu ona kuşaklap gitti bu Abdullah Zübeyir. Ayşe radıyallahu ta'ala anhani. Kuşaklap gitti. Appırıplar şu kuşaklap. Şu ona başladı. Şu Abdullah Zübeyir talep kıldı. Abdullah Zübeyir Ayşe'den talep kıldı. Talep kılıp vay undakıma Ayşem vay dep yağlap müştak çokuldu vay yağlaydı deydi. Undakıma men katıp dep. Şunu ona başladı Misver Abdurrahman talep kıldı bu ikisi Ayşe'den Megerli olsa nima qilsin, gap qilsin. Uningdan qabul qilsin o'zini. Voy gap qilsa, voy qilmasa, voy o'zi qabul qilsa, davomli davadi deydi. Va deydi bu ikisi. Jazma payg'ambar tosqan. Anda bilmaslik siz qildingiz. U nima tark etish, o'ziniki bir odam qarindishini tark etishda nima qilgan? Tosqan. Siz buni qilyapsiz, qilyapsiz, undaq qilmang. Halol olmaydi musulmon uchun shu payg'ambar shunday degan. Halol olmaydi bir musulmon uchun shu tark etgan o'ziniki qarindishini 3 geç gündüzden 3 geceden yukarı terkiş katli olmaydı diyen, halal olmaydı diyen, undaq qımsıla, vay qımsıla, gap qısa, özü kubul qısı dedi. O vaxtdaki cıqqal verdiler, buna Ayşem'ge men əsletiş, Ayşe əsletişdin ve tahric qilishtin. Yani bir aram qilishtin, davamlıq açta qiliveriştin. Şunu ona başladı Ayşem, ne qıldı? Əsledi bu ikisiga. Bu ikisiga yine əslep, vay maqul deb, onudaki Ayşe'miz yağlapmışlar çok qıp getdi. Qıp deydi ki, Ayşe meni şu vaqtimizdə, dedi ki, cəzmə mən nəzir qılan edim. Lekin meninki nəzirim nima bə qattiq. Yani aşağı, vallahi billahi qattiq gap qılmayman deb aşta qıvatdim. Dep turubdu. Tuğandikin həmişə oldu bu şikaylan şu Ayşem'ge gap qılıverdi demişler. Hatta ki, meni gap qıldı Ayşem İbn Zübeyr'ge. Ve azat qıldı Ayşem meni muşu yüzniki nazirde yüzniki muşu Abdullah Zübeyir gap qılmayma degan nazir qıldı ya. Meni nazir degan şu nazirga şuma bir nazir Allah'a yaxşı qıldıgan bir işning o'zi nazir deydi. Meni shuningdeki 40 dona qul azat qilibdi. Aslida qasam bo'lgandiki qasamniki o'zi men payg'ambarga yetib qolsasan bir adam bir qasam qilgan bo'lsa shu qasamniki o'zi qilgan ishdan yeni bir ish yaxshi bo'lgan bo'lsa darhol bu adam meni qasamni
buzib kapparat berib, ay yaxshi o'qa ishni qilsin degan mazmunning bor hadisi bor. Anda o'g'adikan buni qarta shunday qilsa bo'ladi. Lekin qarg'anchani o'zidamdi Ayşem yaşırıp qalğan, hem Peygamber Esem ayali, hem nait katta alim. Unda o'g'adikan bu hürmetlik, o itibar bilan şoğa Abdullah ibn Zübeyir degan o'ziniki jiyani o'g'andikan u kichik bola, mana shuna achchiq kelgan. Va bu itibardan mushtaq achchiq kelgan insonlik bo'lish sababdan mushtaq bo'lishi mumkin endi. Deydi. Va bo'ldi, mana bu Ayşem eslaydi o'ziniki nazarini bunun deykin. Mush vaqa bo'lgani o'zing Abdullah ibn Zübeyir qan nazar qilmaymi deb yig'lab ashtaq qildi, o shundan nima qildi? O yig'laydi. Mushtaq qilganman deb shu Abdullah ibn Zübeyir o Hajjaj ibn Yusuf Saqafi o'chani o'zida opirib shu Makkaning o'zini muasir qilib, shundan Kabening ichi kirib Kabeni mana shu yaqtib, ya'ni yaqtib emas, u ya'ni shu aşağıdamda menceraq etib, şu Kabe'nin tamlarını bir qancha zahminlib ketgan. Şu yerdagi aramning ichki adamni o'ltirib, shuni Abdullah Zübeyir tutib yedi, o'ltirib qalisi kesidi. Mush gapni deb qon bo'lishi mumkin. Hattoki yo'lib ketgan edi, bu Oyshamniki yeshi va lechigi. Lechigini tortib yo'lib yig'lab taqib ketgan. Aslida Abdullah Zübeyir roziyallohu taolo anhuniki xalifa bo'lishniki o'zi shu chog'ning o'zidiki Arab yarqi Muşu Mekke rayonundaki hemmeler şu adamga muşu Hicaz rayonları deyimiz. Muşu taraftaki hemmeyle muş Arap yermaldaki hemmeler geldik şu adam beyat kıptıken. Fakat şu çağın özüden bu yerdeki nime? Haccac ibn Yusuf Saqafi bu yerdeki Mervan Hakem'ninki nimesi yani komandanı oldu. Şunu qo'ydi. Şuniki nimesi andaki fakat onunki hakimiyeti Umayye'nin halifeliğindeki nimesi fakat şu Medine'mniki u taraflar şu qilibken. Qolgan hammasi Yaman qatorliq mush bulutma Arab yarim orli hammasi Abdullah ibn Zübeyir roziyallohu taolo anhu xalifa qilib bay'at qilib bo'libdi. Allama qachon buni qilib bo'libdi. Chunki Muaviy roziyallohu taolo anhu bu Hasan roziyallohu taolo anhu deyishgan bu bitimning o'ziga kelishimga amal qilmay, opiribla bu odam o'ziniki hayot vaqtida o'zida o'g'li bo'lgan Yazidni xalifa qilib qo'ydi. Şununla andaki bu toğır kılmadı de andaki bu çağın üzerinde ağlan Abdullah ibn Zübeyir raziyallahu ta'ala çıkıp şununla ula Qağaz sahabındaki ittifakı bilen beyat kılıp o çağda halife oldu. Şu çağın üzerinde boğanlığındaki meselesi şu anda. 53. hadis. Ukbet ibn Amir radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılındı. Şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkan idi bir günü Medine'mden Uhud uğruşda öldürülgen kişilerin kaçışı çıkan şehit olgan. Mene Uhud uğruşundaki özü tarihi hicriniki 6. 7. yılı boğan bir uğruş. 6. 7. yılı yani Uhud uğruşundaki özü. Uhud uğruşundaki özü 3. yılı. Hicretninki 3. ya 4. yılı boğan uğruş. 2. yılının özü Bedir uğruşu olgan. Mene şu vaktin özüde ya 3. ya 4. yılı şu çağ boğan uğruştu. Şu çağın özüde cık adamı ölüp ketken. Ölüp ketkendeki 70'te Kur'an'a. Şu vaktin özüde cık adam vefat olup şehit ketkendeki Peygamber'in özündeki hayatındaki ahırda. Yani şu keselip kalışındaki aldırlardan hacını kırıp kedip şu hacını kırıp kesel boşundaki aldırlarda azırak müddet mukaddem şu Uhud'daki berip Peygamber'in şu şehit ketken kişiden ziyaret kıptıken. Ziyaret kıp Peygamber'in ulan dua kılan idi deydi. Şöyle kırıp. Yani fesallallahu aleyhim degan sallallahu degan namaz okudu degan emas. Bu yerda dua qildi. Sallallahu ma'nosi lug'at ma'nosiga boshqa olgan bo'lsa, buniki shar'iy ma'nosi birsi biz mana o'qiyotgan namozninki o'zini bu sallo deydi arabchada. Endi kitoblarda yana bir ma'nosi bor, sallo degan gap dua qildi. Shunga ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallamu degan gapni o'zi payg'ambar namoz o'qing degan gap emas. Hamma odamlar deydiki duo o'qinglar degan gap, duo qilinglar degan gap bo'ldi. Shu bu yerda bu adamda muştaq namaz o'qib degan gapni ba'zi odamlar tarjima qilib bu to'g'ri emas. Shu Peygamber bularga duo qilgan deydi 8 yildan keyin. Endi 8 yildagi qandiki Peygamber bu urushniki o'zi ya 3. ya 4. yil bo'lgandan keyin. Ya'ni demak, ya'ni Peygamber undan keyin ya'ni 10 yil Madinaga kelib, 10 yildagi vafot etib ketdi.
vafot etib ketgandan keyin demak, shu chog'ning o'zida Payg'ambar mana tarixiy hijriyniki 10-yili haj qildi. Haj qilgandan keyin yana demak qancha yil, ya'ni 6 yil yoki 7 yil bo'ldi. Mana da 8 yildan keyin debdi balkim orliqdagi kishining egiz pastlik bo'lishi mumkin. Shu e'tiborli ashtaq sanaydigan ish bor. Shu 8 yildan keyin ya'ni Payg'ambar shu hayotning oxiri bo'lgan 10-yili deydi hijratning. Shu vaqt o'zida ular ziyorat qildi. Nima o'xshashsa kal muwaddi lil ahya val amwat. Go'yo mana xo'shlashgan odamga o'xshash tiriklar bilan va o'liklar bilan. Mana Payg'ambar tiriklar bilan xo'shlashgandek cho'ng odamlarga qarab ashtaq qildi ekan. Uningdagi o'liklar bilan mana dunyoning o'zida, ya'ni u dunyoda ko'rishsa mana dunyoning o'zida buni bilan xo'shlashman degandek qilib Payg'ambar mana u tag'inga berib, ashar shaytonga odam duo qilib ashtaq cho'q qildi ekan. Ondan keyin Payg'ambar uni ziyorat qilib bo'ldi, keldi. Kelgandan keyin ondan keyin Payg'ambar shu masjidning ishiga minbarga chiqdi. To'liq, ya'ni chiqdi. Chiqib dediki, Payg'ambar inni jazmaman sizniki bayna aydikum faratun. Men sizniki oldiningizda ilir o'g'ishman. Men sizdan burun o'lib ketaman degan gap. Farat degan men sizning oldingiz berib turaman. Degan gap bo'ldi demdi. Ya'ni o'lib ketgan deb bu gap bo'ldi Payg'ambar Alloh qachon. Çünkü nimişa? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu haccetul vidani qavaqtiki üzrə şu canın üzrə mənə el-yevmə ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti degan ayet düşkəndi ki bulup bu onunki aldıdan izaca nasrullahi degan ayet düşkəndi ki derhal Peygamber sallallahu yani demek ma dünyadaki men risaletin yetkizişin ibaret olan bu iş tügep demdi meninki. Yani bugün dinul kamal kamil oldu degan gap. Yani şu başta vahidin tatip şu 571. deydi. Yani 23 yılındaki 5 yılını tatip başa gelişen hemmesi din. Onda avandaki hem evet gelsem tügüdü. İşte hemmesi din oldu kamillaştı degan gap oldu. Onda avandaki Peygamber sallallahu işini emitti. Allah Teala'da tarafta kelgan vahiyni yetkizish. Dinini yetkizish. Dinni yetkizish olgandaki bu yer tügüdü degan gap. Men ishim tugapti degan gap çok chiqadi. Degandiki Peygamber sallallahu shundaqcha dedi. Mesela aldım berib turgan men deb men sizga shohid bo'laman. Sizniki haqiqiy mu'min, musulmon ekanligiga men yordam qilganligiga men nima qilaman? Sizga Allohning oldida men u dunyoda shohid bo'laman. Jazman sizniki va'da qilingan joyinglar, men va'da qilgan joy nimadir? Havz Kavsardir. Ya'ni sizlar bilan uchishga va'da qilgan joy qavi Havz Kavsar. Men sizlar bilan Havz Kavsarda uchishman. Ya'ni o'lib ketman hamda men va jazman men qarab turyapman shu Havz Kavsarga meniki ma joyimdaki mush edi. Men hozir ma joyimda Havz Kavsarga ko'rib turyapman deydi. Men aşağı görüp sizlar aşağı uçuşumuz. Ağacılık bir minç vaqt ödedi onu sabr qilinglar demoqchi. Men uyutib ketganman. Va jazmaman emasman. Yani alayda gap qilib Payg'ambar shu masjidniki o'zida bu og'rib qolishim bo'lgan ilgik bo'lgan vaqamdi. Va jazmaman emasman qo'rqmas sildan shuningdeki mushrik bo'lsa. Sizlar mushrik bo'lishniki o'zidan. Bu yer mushrik bo'lishi degan gapning o'zi. Mana shu islom dinimiz barliq kirishniki oldidagi arab yerim ardida ham Makkaniki o'zida ashta mushrik va butga rasmiy ta'zim qiladigan. Men bundaq bo'lishni siz bundaq ham bunidagi islom dini chiqay. Sizlar mushrik diniga e'tiqod qiladigan bundaq ishtimasdan qo'rqmayman. Sizlar uni hargiz yanmaysizlar. Hargiz bo'lmaysizlar deb Payg'ambar bu yerdan berdi, xabar berdi. Ya'ni demak Müslümanlarning bulubmu Arab yerim ardidagi Müslümanlarning o'zi bundaq odatda bo'lmaydiganligini aniq. Lekin men qo'rqaman sizlardan, nimadan? Dunyodan qo'rqaman. Nim degan gap dunyoda degani andigan ma dunyoda badan. Ya'ni shunida qo'rqamanki shu dunyo haqida bir-birisi uni nima qilsa raqobatlichisizlar. Bahslisizlar dunyoni deb. Pul malını deb, mening pulim jiq, mening mashinam ubdan, mening uyim yaxshi, ubdan kiyim kiydim, ubdan yemek yedim, men oshxona edim, palon oshxona edim, bu yerda edim, mening manchilik pulim bor, manchada uyim bor, manchichi mandahyaning o'zida mening uyim bor, villayim bor deb, men bir-birisini ko'z qilish orqali mena mushu qilish orqali baslashib bir-birisiga ko'z qilish mushu raqobatlashishdan buni qo'rqaman dedi. Deb Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mush gapniki o'zini eng oxir qatimda mush gapni dedi. Men mush narsaning o'zini Peygamber san
Allah Taala özüge Peygamber yak ilham beriş arkalık muşu gapniki özüne yak olmaydı insanlarniki asli tabiatida muşu hayatı pul malının özüne yaş görganlığın bilip muş gapni şu digen. Degandeki hazır qandaq boldida? Hazır şundaq boldida. Bu her bir adam yakigana aile mene muşundaq muşu narsa besiş arqı men Müslüman deb pul kimde jiq olsa, mal dünya kimde jiq olsa ubdan boludu, hürmetlik oldu deb men muş iş qandım başqa, men devlet bir millet itibarıyla muştaq qoldu. Men hazır dünyanın hamma işini qoldu pul hal qildi deb iman bilan İslam bilan kar yok. Kimniki puli jiq olsa şu küçük deb muş gapni şu qilishadi. Men İslam devlet deb qarab qoldi şu. Kim pulni jiq olgan bolsa pulni jiq tapsaq men jiq tapdım pulim nima jiq yasatkan imaretim ve bir narsa keraklik köydün terakkiyat ve narsa puludan bulgan gap onda o köydün mu dep mene onun dorap bu meni kalamam iken dep o an yasapsın men meni yasayman dep hazır o tapkan pulunki özüne imaretlerge topulağın imkadı zaten tıkmadı. Tıkıp insanlarniki mene asli menfaatlik olgan paylı olgan mene ruhiyet ve seviyetin ibaret olgan bu narsa için sarf bulmaymadı. Bunu körüvatımız. Men muşunu qoqaman degan bu jasman bu qoladigan ish degan gap endi. Asma bo'ldimi? Bo'ldi. Mana har bir mo'min musulmon yakigana oilacha bir-biriga raqobatlashadigan. Mana bir qavm yoki bir yerlik o'g'ib bu e'tibordan raqobatlashdan boshqa mana davlat deb qurilayotgan davlatlarni mush orqali bir-birini qilishadi, bəslişib, bir-birisi raqobatlashib, o'sishib, shunda bu orqali anını nima qilib, mandaq urishib, mushtaq bejarishib, mushtaq shu ishni qiladi. Amaliyat bu bo'ladi mana. Dedi bu Uqbat ibn Amir pes bo'ldi bu qarshim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam minbar chiqib gap qildi ama gapni. Shu qarshim o'zi Payg'ambar alayhissalomga qarashniki eng oxir qatim bo'ldi. Eng oxirida Payg'ambar shuncha ko'rib oldim. Uniki ko'mdi Payg'ambar sallallohu deb, men Uqbat ibn Amir roziyallohu ta'ala anhu mush gapni shu dedi. Deydim. Endi bir rivoyatda bunda deb bakkan. Lekin men qo'rqaman. Sizning mushrik bo'lishingizga qo'rqmayman. Lekin qo'rqaman. Sizlardan dunyodan qo'rqaman. Ya'ni dunyoda nima degan gap? Ya'ni dunyoda degan gapning o'zi dunyo haqida bir-birisiga raqobatlashsa, baslashsa. Buni qo'rqaman va bir-birisiga dunyo deb nima qilsa urishsa. Va taqtatilun. Men bitaraf, ma ayon olaman, ma ayon besib oldim, oltin yo kumush yoki neft nima qoldi deb men mush orqali nima qilsa urishsa. Shunga nima qilsa bir-birisiga o'ttirongda urishib, shunga iloh bo'lsinlar. Yo'qoysizlar. Men hozir nima qildim? Yo'qoldi. Hozir u qurib qo'ygan davlat u shakil amaliyotda birlik olmagandan keyin hammasi yo'qoldi. Qanday iloh bo'ldi? Sizniki oldingi ummat iloh bo'lgandek, sizni shu joqni nima qilsa yo'qolib ketsanki siyosiy o'rin yo'q. Gapingni oqmaydigan hamma ishlarchi boshqasiniki ko'zi qarab qilgan mushtaq bo'lsinlar. Degandan keyin dedi endi rivoyatni o'qibayina, pes bo'ldi. Meni bu gapniki o'zi, bu qarashning o'zi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarg'an minbarning ustida qarashning eng oxirichi bo'lgan bo'ldi. Eng oxiri qatim mushadi shu Payg'ambar yuzini ko'rgandi. Uni ko'rmadim debdi. Endi bir rivoyatda dedi o'qipa. Endi bir rivoyat bunda deb bor. Dedi Payg'ambar jazman men sildim men nima u parat. Ya'ni men sildim nima ilgirchi berib turman. Va men sizlarga men shohid bo'laman. Sizning haqiqiy meni ergishib, meni mu'min musulmon bo'lgan, men guvohlik beraman Allohga. Va jazman qasam Allohga qarmangizsa har oyni qarayman. Meniki Havuz Kavsarga qarayman hozir. Men hozir Havuz Kavsarni men qotaman, o'chog'ning o'zida men ko'ryapman. Va jazman men berildim men zaminniki xazinalik oshqushlarini menga berildi. Ya'ni zaminniki oshqushniki xazinalari bo'lgandiki xazinalik oshqushni Alloh taolo menga berdi. Xazinalik oshqushni bergandiki de oshqushni berdi demak, ya'ni bütün boylig'ning hammasi Payg'ambar sallallohu qo'lida degan gap bo'ladi. Qo'lida degan bo'lgandiki Payg'ambar sallallohu qo'lida degan, ya'ni Muhammad alayhisalom ergashgan musulmonlarniki yashayotgan yerida bo'ladi degan gap. Yoki bo'lmaydi zaminning oshqushlarini, xazina oshqushlarini shu menga shu berildi. Ya'ni Alloh taolo shu tushunib bir yer berdi deydi. Va jazman qasam Allohga qo'rqmayman sizlardan shuki mushrik o'g'aysa mendan keyin. Mendan keyin siz mushrik bo'lishni men hozircha qo'rqmayman. Va lekin qo'rqaman sizlardan shuningdan keyin sizlar shu dunyo haqida nima qilsa talaffuz bir-biringizni baslashsizlar. Raqobatlashsa, mening pulim chiq, uyim andaq, va boch pulim bor, mandaq haruram bor, mandaq kiyim kiydim, mandaq restoranda yemak yedim deb
Bir bilsin ko'z qilib, bir bilsin mushtaq qilishni men qo'rqaman dedi. Aminiyat shundoq buluqliq. Mushtaq buluqliq. Endi mushtaq deb rivoyat va deb Imom Navaviy bir qancha rivoyatning o'zini mishalchi keldi. Endi Peygamber sallallahu yuqorida Uqbatul Aminning rivoyat qilganda "Fasalla alayhim" degan gap bor. Ya'ni ularga salat qildi degan gap. Bu yer murod salat bilan, ya'ni Uhud dag'iniki o'ziga nima qildi? Duo qildi degan gap bu yerda. Ya'ni o'lib bo'lgan odamga yana 7-8 yildan keyin namoz o'qib ekan, jinoz namozdek namoz o'qib ekan degan gap emas. Duo qildi debdi. Emas bu tu'nilgan namoz emas bu yer. Buni o'qib qo'yinglar deb shunday deydi. Ya'ni demak, mana qabristonlikqa berib kabrini ziyorat qilishning o'zi nima ekan? Dinimizda bor. Ya'ni bu ayrim keladi. Davomli qabr ziyorat qilib turish kerak. Chunki bunda vaqt o'zida insonning qalbini nima qiladi? Ezidi. Yumshoq odat, rahimdil odat shu akiladi. Ha, mening borgan yerim mush ekan deb. Bu to'g'riliq meni payg'ambar mush mazmun dedi. Bu hadisi bor. Endi 54-hadis Abi Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilinadi. Dedi bu Abi Zayd namoz o'qibadi, biz bilan namoz o'qigan edi, biz bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bomdod namozni bir kun ichi o'qigan edi. Va o'qib payg'ambar minbarga o'rladi deydimdi. O'rlab xutba o'qidi payg'ambar bizga. Meda xutba o'qidi deganligi namozniki jumani xutbasi emas, ya'ni tabliq qildi, diniy ahkomni yetkazdi degan. Hattoki mana tabliq qilib payg'ambar hattoki peshin ketdi deydi. Peshin ketgandiki shuna payg'ambar u minbarga tushdi. Peshinni o'qiymiz deb shuna yani namoz o'qidi. Undagi peshin o'qib bo'lgandan keyin minbarga o'rildi. Minbar o'rlab unidagi payg'ambar yana cho xutba o'qidi, yani tabliq qildi. Hattoki asr o'qib ketdi deydi. Ondagi asr o'qiymiz deb payg'ambar men u yerda tushib asr o'qidi. Unidagi o'qib bo'lgandan keyin yana minbarga chiqdi. Minbarga chiqib yana payg'ambar gap qildi. Hattoki kun o'tirib ketdi deydi. Ta bomdod kun chiqqan vaqtdan tortib kun o'ltog'ish bir kun kechgacha mushtaqchi nima qilgan tabliqchi qilgan. Şuna qandaq qilib bu yerda desa, xabar berdi payg'ambar bizga andaq bir nimasiga yo'q burunchi bo'lgan. Ilgargi ummatda nima bo'lgan, buning uchun bizgacha deb berdi. Va anda bir nimasi u narsa nima qo'ydir, kelgisi uchun bo'g'ichidir. Ya'ni buniki nima ish oldi, qandaq uni hammani bir kun ash vaqtning o'zida mushuni deb bergan edi. Anda o'anikin deydi. Bu Abi Zayd ta'alamuna ahbaduna. Unda o'anikin deydi bu adam bizniki eng olim bo'lgan kishimiz, ya'ni bizni sahobaning ichidagi bizniki eng shu anlagan payg'ambardan anlagan so'zni yodab olgandir. Aslida shu qoldirgan kishi eng olim bo'ladi deb shunday dedi. Ya'ni bu yerda sahobaning ichidagi eng olim bo'lgan kishilar kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki so'zini anglab, kim uni uchun unutib qolmay, mana ashda yod tutib qolgan kishining o'zi eng olim bo'ladi. Bu eng olim deb hisoblanadi. Hozir kim maktabni yoki u yerdan o'qisa, kitobni o'qisa bu olimchi bo'ladi deb hisoblanadi. Lekin sahobaning davrida unday emas. Payg'ambarniki og'zidan chiqqan vahiy va uning boshqa o'zining so'zini kim yod deb asya yod edib uni unutib qolmay mushtaq qon bo'lsa, buni bak olim deydi deb mushtaqchi deydi. 55-hadis. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Ayşe. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Bir odamki nazir qon bo'lsa, o odam shuki bo'ysungan o odam Allohga bo'ysunma deb nazir qon bo'lsa, o odam darhol nima qilsin, Allohga bo'ysunsin. Bu yerda nazir degan Nazir degan o'zi bir ixtiyoriy, o'z qism bo'lgan, qilmasin bo'lgan bir ishni o'zlama jazman qilaman deb ya qasam yoki bir talaffuzni ishlatish orqali u odam gadin evoladi. Bu nazirchi bo'ladi. Uni qilmasi çok qat'iy bo'lmaydi. Qilish nima u vojib. Agar uni qilmagan bo'lsa yo buzatgan bo'lsa, kafforat vojib bo'ladi. Shu kafforat bo'lgan bo'ladi. Bu ig'ir bir gunoh bo'ladi. Buni nima deymiz? Uni nazir deymiz. Endi bizdagi rayonlarimizda nazir var. Mesela a nazir, ma nazir deb. Mana aslida buniki paydo bo'lishiga sabab bu nazirniki o'zi ashta yaxshi bo'lgandan har qanday bir odamning tuqqani ota-onasi yoki kaza o'lib ketsa, buni bir yaxshi ish qilgisi keladi. Yaxshi ish qilib kelgani qanday qiladi? Men mushu otam yoki tuqqanim uchun, opam uchun men 100 ko'yni beraman yoki 100 kishiga
kışırıp ben yemek verimen. Meni bununki savabı ne bolsun, atamıq bolsun, apam ya tuqqunun falan bolsun deydigan bunda bir şekildeki o narsa şu. Lekin dini terbiyeden bu. Keyin örf odatga aylanib ketib bu adam unda ağzı demisimi? Avtomatik holatda millatning ishiga ya 3 kun, ya 7 kun, ya 40 kun bo'lgan vaqt o'zida mujda bir kishniki o'zicha umlashib ketgan. Ammo buniki 3 kun, 7 kun yoki 40 kun ya yillik degan gap yo'q. U yo'q. Ammo ba'zi bir yerda bor ekan, u yo'q. Bundan 7 kun yoki 3 kun, ya 40 kun bo'lgan mushtaq qilamiz degan gap nereden chiqib qoldi? Uni uqilishi bo'lmaydi. Ammo nazar bor. Va bir adamiki nazar qilgan bo'lsa, o adam shuki Alloh asi bo'laman deb nazar qilibdiki, vallahi billahi gap qilmayman. Ya ana gap qilmayman, ya qarindishiga, ota-onasiga yoki aka-inisiga, ota-singillarga deydi, bu asi bo'lgan bir ish. Unda olgandaki bu adam bunun bo'lmasan Alloh asi bo'lib, va men nazar qilayotganim, qasam qilayotganim, men buni gaplasam bo'lmaydi, undaq-mundaqchi demisan. Deb mushtaqchi dedi. Unda olgandan siz qasam qilib ya nazar qilmoqchi bo'lsangiz, shu chog'ning o'zida agar to'g'ri ish olmasa uni qiling. Agar xato ish olmasa uni qilmang. Men chunki u Allohning buyrug'i sizniki qilgan buyrug'ingiz ishingizdan yuqori. Alloh bo'ysunshi uchun kerak. 57. hadis Ummu Sharik radhiyallohu ta'ala rivoyat qilinib shuna deb jazman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyurdi, bu Ummu Sharik degan ayolni men avzolarni o'ltirishga buyurdi. Ya'ni kalalarni nima qilishga o'ltirishga nima qildi buyurdi. Endi avzo degan nima? Vaza unniki jam'isi vaza deydi. Ya'ni shu qumluq, qurg'oqlikda yashaydigan yaniqi narsaning o'zi vaza deydi. Buni o'ltirish buyuribdi ekan. Buyurib dedi Peygamber. Berti püyleydi bu kalaning o'zi İbrahim Aleyhisselam'ı püyleydi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın mana bu yaniqi o't tashigan vaqtning o'zi Namrud shu vaqtning o'zida bu vazadan iborat bo'lgan bu yaniqi kastanchuk deymizmi yoki nima deymiz endi vaza kastanchuk yoki patmanchuk deymizmi? Men mushu narsaniki o'zi ya'ni kalami deymiz. Men mushu narsaniki o'zi bu yerga olib shu o'tni kuylab shu o'z qisiq narsa umroq qo'ygandan keyin qiziq taximi bo'lsin deb men shu vaqtning o'zida shu o'tqa İbrahim Aleyhisselam tashqa o'tni kuylab ovutib tashlab ketdi ekan. Men mush sababdan men Payg'ambar buni nima qilgandi, buni o'ltirishga shu buyurgandi deydi endi. Endi bu shundoq qilganmi? Ya bu hayvon bo'lgandiki asl qilmaydi, buniki qasdan nimasi yo'q. Balkim uning tabiati issiqni yaxshi ko'rgandiki ashta qilishi mumkin. Lekin shaklda nimaga bo'lib qoldi? Shaklda bir haqiqatga qarshi, mana haqiqatning yo'q qilishi uchun bu odam bu narsani o'zi kuch qilgan qoldi. Şunu Peygamber Mustafa çok kılan. 57. hadis Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam iki öldürgen bolsa o adam mana bu nemini men kelaniki o'zini avval urushda birinchi qatim apirib o'ltirayotgan bo'lsa, uçağın o'zida pas shu o'ltirgan adam uchun badur men mandaq hasanniki savobi çok bor. Bir adam iki o'ltirgan bo'lsa, uni ikkinchi qatimda o'ltirib, birinchi qatim o'ltirib, ikkinchi urushda. Uçağın o'zida bu odamga inan mandaq hasanni qildi degan savob bo'ladi. Birinchisi sal töverrak, birinchi qatim urushdan töverrak. Eğer öldürgen bolsa bu adam bu kelaniki o'zini 3. qatimda o'ltiribdi, 3. urushda. Uçağınızda bu adamga inan manda savob bor deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mushtaqchu deganti deydi. Yine bir rivoyatda bir adamiki o'ltirgan bo'lsa bu kelaniki o'zini birinchi qatim urushda o'ltirgan bo'lsa, mana shu odamga 100 dona yaxshi ishni qildi deb berildi, savobchi yozildi. İkinci qatimda o'ltirgan bo'lsa, ikkinchi qatim urushda u 100ning sal tövini bo'ldi. Üçüncü qatim men urushda üçüncü qatim urushda o'ltirgan bo'lsa, mana shu ikkinchi qatimda o'ltirishning sal atavarnicho bo'ldi deydi. Nima uchun bundaq bo'ldi? Birinchi qatimda 100 bo'ldi, ikkinchi qatim töven bo'ldi desa, çünkü ma adamniki men kelani o'ltirishdan iborat bo'lgan mahorat bu odamda çok bor. Ustunluq var. Ustunluq bo'lgandan ustunmagan yoki uni sal töven bo'lgan odamniki jazman farqi çok bo'ladi. Buni e'tirof çok qilish kerak. Mana hatto mush ishni tortib.
Şu Allah Taala'nınki men o'xshamagan shaklda mundaq bir mukofotniki berishi, mana bekerek usta adamniki zodi uniki qilgan amigiga u shundaq qilman deydigan uniki haqqi noit nima u jiq kunni chiqirdi, jiq ishlarni qildi, uni qildi, buni qildi. Bu e'tibordan nima qildigan gap anadekan uningcha e'tibor jiqaroqcha berish kerak. Mana buni o'rgatyapti asosan ham savob berish bilan birlikda. Ya'ni musulmonlarning ichida haq huquqni to'g'ri bir shaklda, adolat bir shaklda yuritishni o'rganish kerak deydi endi. Hozirgi insonlar qanday bo'ladi hozir? Hozirgi insonlarning o'zi hammasi o'xshashdi deb ishni uqmaydigan işte bir holat bo'lib ketdi. Endi 58-hadis. Abi Hurayra bu yerda dedi ahli lug'at vaza degan nima? Vaza degan meni sam abrastim bo'lgan eng cho'ngdir. Ya'ni sam abrastim degan kela. Kelaning asli yuqoriroq, cho'ngroq bir ekan. Biz buni kelami deymiz, ya'ni kassan chiqim deymiz. Shuniki eng yuqoriroq idom degan azimunniki jam'isi azimatunniki. Shuniki yo'g'unniki o'zini vaza deydi arabchada. 58-hadis. Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shunda deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Dedi bir adam, ya'ni burungi zamondagi bo'lgan bir ahvolni bizga deb beryapti hikoya qilib. U odam nima dedi? Jazman men bir sadaqani sadaq beryapman g'arib miskinga dedi. Shunda o'ldi bu odam. Shundan chiqdi bu odam o'zining sadaqasi bilan billah sadaqachi chiqdi haq beraman deb. Şuna çıkkandaki bu adam bu sadakasının üzerine bir oğurun qo'yilib qo'lga quyib qo'yibdi. Uqmayamdi. Qanday oldu ki bermeden haq uqmaydi deb, uqmusun deb aşta qıpla ketib qolmadi, shakl qarab, ha mush adam bersan bo'g'dak deb berib qo'ydi, oğurun qo'l qo'yib qo'yibdi. Oğurun qo'lga bergandiki shundan taqatdilar bu adamni holatdagi so'zlashida, "Voy, bugun kecha bir oğurlik sadaq qilinibdi" deb bu gap deyilib ketdi. Deyilib ketgandan keyin bu adam dediki, Allahümme lekel hamd. Ey Allah, senin için hamd olsun. Sen Allah'a şükür. Abi şükür beripti men. Onda oğlan ki cazmen yeni sadık bermen yeni birini olmaptı. Abi bunu şükür ama men oğurluk vermen dep qilmagandim, başka yer vermen dep qilgandim. Onda oğlan ki oğurun qoluq chiqib ketdi. Yeni bir bere başkadan dep. Şuna bu adam yeni yüzün sadıkısı bilen bermek yo'g'a sadıkısı bilen birlikte chiqdi uydan. Chiqib buni andiki bir zina qiluvchi posh ayolning qo'liga berib qoldi. Qırğandaki şuna tanıtır bu adamı sözlüşüdü. Nemi der? O bugün keçidiga bir zaniga sadaq qilinibdi. Çünkü o adamniki epmaga altın kumush jiqkami deyim, şuna pek qo'l qilib ketgan gap. Şundan dedi bu adam, Allahu lekel hamd. Ala zaniyatin. Mana ey Allah sen üçün hamd olsun. Yani zaniga bergan bana. Buptan men paş olsun bu ayolga men deb qildim, beribdim. Buni o şükür. Dep inan yeni sadık var yeni başka bir sadıkını dep yani bu adam yüzün sadıkısı da çıktı. Çıkkandaki adam bu sadıkının yüzüne bir bayını kolu koyup koydu. Bayını koyup koyduğunda yine bu adamın yüzüne yine sözleşip tanıttı ne mi dep? O bugün keçen o bir bayga sadık kılınıptı dep. Degandeki bu adam yine bu adamın Allah'a hamd etip o nimkan kılığımı demey. Belki ben yandırıp alıma ya ki demesin bu mu şükür? Allah'a şükür olsun. Ben nemige oğurgan, zanigan, baygımı çok şükür olsun. Bunun şükür Allah'a aşağı koydurup da, buptu. Dedim. Şundan keltirildi. Bu adamni, yani ölgendiyken, ya sorak o dünyada, değildi onuğa. Ama seninki oğurgan, sadakan, pes imit ki bu adam şu ki yüzünü mene paklap qilishi mumkin o'g'irlik qilishidan. Sen o'g'irlik bergan sadaqaning sababidan bu odam o'zi sadaqani uchun qilmasligi mumkin. U nima u to'g'ri. Ammo zoni bo'lganin kelsak mumkin shu zoni bo'lgan fohishvoz ayol shuki o'zini pokiz tutishi mumkin o'ziniki nemis qilmoqchi bo'lgan zinosidan. Bunidagi qilmoqchi bo'lgan zinosini o'zini pokiz tutishi mumkin. Bu to'g'ri yerga berding. Ammo boyga kelsak cazmen bu payının üzerine ibret erişi mümkün. Bu adamın sadaka yurati ya o.
O bay nimiş vergan bu adam? Ha onda olsun men bersem boğdak. Dep seninki ağan sen bergen sadakada ibret edip bu mu berişi mümkün. Pes şununla peyun peki mimma atahullah. Onda o anki infak konuda bir adam Allah Taala bergen nerse neme qıp turuş kerak? Infak çok qıp turuş kerak. Mayli yaman yer olamdı, yaxşı yer olamdı. Her yer bergenniki üzü. Mene o adam yaman işni qatqan bolsa, şunun sebebiyle toxtab çok qalıdı. Bunun nemisi var o menfaat vakin o tapqan pulniki üzünü o adam tutuverib ay yaqında demay, qandaq qilish kerak uni davomli sadaqa qilib turuşu kerak. Bu nima o yaxshi odat. Qandaq bu yaxshi odat oludu deb iştahçı dedi Peygamber. Yani demek bu gapni deyishniki üzüden asli bu zakat. Zakat niki üzü yarqi nemiye hem de o mahsus muayyen bir yer var. Bu hem de am bo'lishi mumkin yoki nafs sadaqa ham bo'lishi mumkin. Nafs sadaqaniki üzü. Hem de sadaqaniki farz bo'lib qolgan bo'lsa, uning da mana Qur'oni Karim degandek 8 o'rin bor. Shuniki aynan shu yetkazmoqchi bo'lmaydi. Yani aşağı berish kerak. Hem de o yani başka yer girip kalsa o zakatniki yüzü okup durup uçağın yüzde o zakat ada tapmaydı. Hem de bu nefis sadaka buluşu mümkün. Hem savap. Kandan savap alime de kandeken uçağın yüzden bu. Kaya yer varsa bir yer versen ihtiyacı kaldı hem de aşı oğurman kolu yok şu eğer koludan. Pahiş var ayalma kaşak pul yok şuna o işini koludan. Bu hem daha bayık gelsek bayığa bir yaxşı işki türütküp kalan gap. Bu itibarla bu nime o? Nefs oğanı ki yaxşı. Yani birip duruşun kerak demek kendi. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.